Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi darvozamiz uстановka jarayonlari o'z yakuniga ketdi. 7 ko'rib bir o'zlaring baho berishlari mumkin. High-tech fason 2 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz. Hop, darvozamizda materiallarni tushuntiradigan bo'lsak, taglari shivellerda bo'lgan, yoni stoykalari 10 ga 5 profilda bo'lgan. Yaxshi qalin stenadagidan. Ichki qovura profillarimiz 6 ga 4 da bo'lgan. Zamoklarimiz 10 lik zubul zamokdan bo'lgan. Darvozamiz ochilib yopilishi, zamoklarimiz bu yerlarni listdan buktirib chiqib o'ziga yarasha ishlov berganmiz. Bir ko'rib o'zlaring baho berishlari mumkin. Darvozamiz 2 qavatli shumkali variant bo'lgan. Bu joylari 2 qavatga chiqqan. Bu yerlarni profilda alohida ishlov berganmiz. Orqa tomondan ko'rinishlarni ham bir ko'rib o'zlaring baho berishlari mumkin. 2 qavatli variantimizda, ya'ni orqa tomondan profilli qovurg'alari bilinib turadi. Shu joylari chuqur bo'ladi. Hop, 3 qavatli variantda ham chiqadi. 3 qavatli variantimizda esa orqa tomondan tekis ko'rinishda bo'ladi.